Tayyormizmi? Qani, ketdik. Qulluq olsun. Yangi uylar muborak bo'lsin. İki dünya adamları, iki uyning egasiz. Qaysi dünya kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat-qavat, ko'ngil istagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Qaysi uyni bezatyapsiz? Tayyormizmi? Qani, ketdik. Qulluq olsun. Bandasiga bermayman hisob, yuraklari torlik qiladi. O'lgunimcha asli umrbod, kimligimni Xudo biladi. Yelkam uzra ikki farishta, hamroh bo'lar har bitta ishda. Bir umrlik uzilmas rishta, kimligimni Xudo biladi. Yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yurtboshimiz aytganlaridek, biz bir xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Haqiqatan ham vatanmiz. O'zbek xalqiga yetadigan yo'q eson qilishda. Endi bitta zo'rini aytib beraman. Bu ibrat uchun. Mana shu yerni sotib olib, foydalanishlik uchun uy qurib sotadigan odam, mana shu yerni sotib olyapti-da, yerni sotgan odam ham sharoiti og'ir. Hisobi shunga bo'lsin deb aytgan narxiga sotib olyapti. Uyni bitirib foyda ko'raman deyapti-da, manaqa biz yetalab kelyapmiz bolalar. Ko'ryapsizmi, Xudoyim ajr beramiz hech kam emas. 55 ming dollarlik uyini bizga 48 mingga. Ya'ni 7 ming dollar o'tib boryapti. Bir akasi gilamlari mandan deyapti. Mana bu ajrda, ko'ryapsizmi? Ham 7 ming dollar o'tib gilamlarga chiqilyapti. Bularning maqsadi foydani oxiratga tashadi. Mana shu necha yillardir bitirganda 1 yilmi 2 yilmi, lekin foydasini oxiratga tashadi. Opamizda turmush o'rtoqlarini 3 ming dollar bittasidan, 2,5 ming bittasidan 40 million, yana bittasidan 700 dollar qarzi bor. Hozir 3 ming dollar qarzini beramiz. Hozir endi mana shu videoga yana bitta haq oramizda. Mana shu videoga opani o'zining nomidagi 3 ta kartani qo'yamiz. Hozir ular limitda. Kech payt 12 dan keyin, bugun aynan 8-may kechasi 12:00 dan keyin ochiladi. Bitta hissa qo'shib yuborsangiz qarzlarni yo'qoramiz. Endi mana uyni ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q tayyor, просто mebel kerak. Mebel chakalarimiz, masalan, men pilta qilaman, men kir mashina sovg'a qilaman, men oshxona jihozini, men mebelini, men divanni qilaman degan insonlar bo'lsa, aka keling bir minutga. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizni nomeringizni qo'ysam, 1-2 kunga turib bera olasizmi? Faqat bu insonni boshqa bachlar bilan bezovta qilmaysizlar. Mana shu akani telefon nomerini qo'yibman, uyda egasi nimasi. Alloh uchun turib beryapti. Shu katta nomer bor. Menda bu akada nomerim yo'q. Boshqa bachlar bilan bezovta qilmanglar-da. Saxovatpeshilar, biznesmenlar, tadbirkorlar, kelinglar. Keyingi haftaga osh qilib chaqirishligim uchun bir haftaga qo'yamizda. Bitta video qilib, mebellarni ham ko'rsatib qo'yib, bu videodan tashqari yana bitta video qo'yamiz. Agar divan kurstoyingiz bo'lsa, spalniy bo'lsa, kimdadir oshxona jihozlari bo'lsa, ismingiz nima edi? Davron akaga bitta telefon qilinglar, mana shu yerda lakasalarni tajab berib kutib oladi. O'rnatib ketsanglar, bir hafta tayyor qilsanglar, keyin chollar chaqirib, ehson qilib, bitta Qur'on tilovat bilan, ehsonni ham yetimni puliga emas, o'zimiz qilamiz. Yani shuni kecha Sirdaryoga borsak, ehson bekor qildi, yo'q, o'zimiz borib qilib berib keldik, yetimni haqqiga emas. O'shaning uchun to'g'ri tushuninglar. Yaxshi gumonda bo'linglar. Biz Allohning rahmatiga yo'lga chiqib turib yetimni haqqini yemaymiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Topganinglarga baraka bersin. Xalqimizga yordam bergan uchun Alloh rozi bo'lsin. Kasal bo'lganlarga Allohim shifo bersin. Farzand yo'liga farzand bersin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetib yurishsin. Har bir inson, ehson qilgan insondan Alloh rozi bo'lsin. Amin.
har bir xonadonida uyi to'y yig'in ko'p bo'lsin, hamisha yaxshilik bo'lsin, shunaqa yaxshi odamlar ko'p bo'lsin. Ilohim, Alloh razı Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Oltin tepa hovlilari. Biz kechasi bilan uxlamaganmiz mana shu birodarlar bilan. Mana shu uy oldi sotdilar bilan shug'ullanar ekan. Menga foydasi kerak emas. Shu jonda telefon qilsam, aka kechasi kechroq boraman, bezovta qilmayman, biz yetimlar uchun uxlamaymiz. Libopa telefon qiling dedi, men keldim. 12:00gacha mana shu uylarda, xalq dagovlarda ishimni yig'ishtirib qo'yib biz uchun turdi. Alloh har bir odamga ajr bersin. Kanalini silkasini qo'yib qo'yibman. Pastga отметка qilib qo'yamiz. O'tib uylar bo'lsa bemalol ko'rasizlar. Chunki ustidan katta pul yeb, mana o'zim qurgan uyman deb yolg'on gapirmasdan. Kimda uyi bo'lsa mana o'zing qo'lingdan chiqarib, ko'yingdan chiqarib beraversan deb boradigan insonlar ekan. Bu insonlar deb haqiqatda vaqt qo'yasizlar. Hamma kimki videomizni tarqatgan bo'lsa, kimdir duoda bo'ldi, kimdir nafl namozlar duoda bo'ldi, kimdir istoriya qo'ydi, kimdir nima deydi, misqolcha bo'lsa ham yaxshilik qilgan bo'lsa mana shu bolalarga. Hammamiz Alloh taolo qiyomatda payg'ambarimiz shafoatiga va yelka-melka turishlikni nasib qilsin. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Videoni maksimal tarqatib qo'ying. Hamma ko'rib ko'zlari quvonsin. Yana yetimlarning xizmatida sizlar bilan birga turishlik nasib qilsin. Kelasi payshanbada ko'rishguncha assalomu alaykum.